Hurmatli Instagram kuzatuvchilari, bugungi obzorimiz bolajonlarimiz uchun ajoyib bo'lgan Dvovadnom kalaskamiz bo'ladi. Bu Dvovadnom kalaskamizni bemalol beshigiga sarpaga olib borsanglar ham uyaltirib qo'ymaydi. Ko'rsanglar bo'ladi, kichkina bo'lib yig'iladi. Bu kalaskamizni skidka narxida qo'yibmiz. Videoni o'tkazishga shoshmay turinglar. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Hozir funksiyalari bilan tanishtiramiz. Ko'rsanglar bo'ladi, yig'ilishlari juda ham ixcham bo'ladi. Mana yotadigan holatda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi va o'tiradigan holatda ham bo'ladi. Tegilarda remellari bor, taqib qo'ysanglar bemalol прогулочный variant qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Avtokreslolari o'ziga qotirsa, avtokreslolarni o'ziga qotirsanglar ham bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin, shunday tushadi, oson tushishlari ham. Mana yurishlari ham juda yengil bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini $95 qilib qo'yganmiz. Skidkada murojaat qilaverasizlar. Ranglariga keladigan bo'lsak, o'g'il bolaga deysizlarmi, qiz bolaga deysizlarmi, ranglari ham bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Narxini yana qaytaramiz. $95 ulgurib qolinglar.